bu juda ham muhimda, juda ham katta rol o'ynaydi-da. Men bir xil kasallarga erinmasdan bir ikkita упражнениялар o'rgataman, uyda mana bunaqa qilgan desam, kulishadi-da kasallar. Ular uchun kulgili-da, nimaga kerak bu deydi. O'zi aslida bu ergoterapiya to'g'ri vaqtida olib borgan ergoterapiya bilan juda ham ko'p natijalarga erishsak bo'ladi. Ayniqsa insultda, keyin bo'yin travmadan keyin qo'llar ishlamay qoladi. Mana Parkinson kasalliklarida, harakatlar cheklanishi bilan bo'ladigan kasalliklarda bu ergoterapiya juda ham muhim. Bizda ko'proq kasallarimiz va o'zimizda ham kelgan kasallar, ular shu ergoterapiya shug'ullangandan ko'ra o'sha ikkita kapelnitsa osib qo'ysangiz, o'shanga xursand bo'lishadi. Kapelnitsa olaman. Aslida kapelnitsadan ham ko'ra o'sha ergoterapiyani foydasi kattaroq. Mana bizda rahbarimiz ham ko'p aytadilar, obxodga tushganda nima qilib yotibdi kasallar, nega bekor, nimaga chiqarmaysanlar deydilar. Chunki to'g'ri urishadi. O'sha kapelnitsa olib yotgandan ko'ra zalga chiqib ishlasa, imitatorga o'tirsa yoki qaysidir mashqlar bilan haligi melki motorika deymiz, mayda bo'g'imlar harakatini yaxshilasa, o'shandan natija ko'proq bo'ladi. Kasallik kelganda boshida tushunishmaydi, lekin 2-3 marta o'sha xonalarga kirib ishlagandan keyin o'zligi tushunishadiki, o'sha ergoterapiyadan naf olayotganini tushunib, keyin o'sha kasallar уже so'rashni boshlashadi. Uyga borganda nima qilay? Hozir chunki kasallarimiz ancha nima deydi, aqlli bo'lib qolishyapti. Chunki hamma YouTube, internet ko'rishadi, mana chet davlatlarda nimalar bo'lyapti. O'sha kasallar kirib so'rashadi. Nima qilsam bo'ladi uyda, qanaqa mashqlarni qilay deyshadi. Bu ergoterapiyada ham kasalligidan kelib chiqib, o'ziga individual mashqlar boriladi. Qo'l uchun alohida mashqlar, kognitiv faoliyatni yaxshilash uchun alohida mashqlar beriladi. Kognitiv faoliyat insultdan keyin ko'p kuzatiladi, ya'ni kognitiv faoliyat kognitivniy buzilish bo'ladi. Masalan, nimada o'zgarish bo'ladi? Masalan, kognitivniy buzilish deganda nima? Masalan, kasaldan so'raysiz, qaysi fasl aytib bera olmasligi mumkin. Hozir qaysi oyda o'tiribsiz? Ko'proq insultdan keyin bo'ladi-da. Masalan, ovqat yeyish kerakligi ham esdan chiqib qolishi mumkin. Kiyim qaysidir mana havo sovuq, shapka kiyish kerak, esdan chiqib qolishi mumkin. Bo'ladi-ku. Da, bunaqalar ko'p. Bular uchun ham alohida o'zini mashqlari bor. Alohida o'zini o'sha o'tkaziladigan test, baholanadigan alohida testlari, o'tkaziladigan alohida mashqlar bo'ladi. Albatta bularning hammasi ham o'sha ergoterapiyani ichiga kirib ketadi. O'sha ergoterapiya bular hammasini qamrab olganda, ergoterapiya bizda endi afsuski bizda unaqa testlar yo'q, lekin Koreyada ko'rib keldim, xudo xolisa yanvar oyidan ishga tushirmoqchimiz. Lekin har bitta kasal kelganda erinmasdan test bilan, alohida test bilan baholanyapti. Kelgan kuni kasal bunaqa edi, ketayotganda kasal bunaqa holatda chiqarilyapti. Bizning markazda ham bu narsa bor. Bizning markazda film shkala bilan baholaymiz. Kasallik kelgan kuni bunaqa ball, ketayotganda bunaqa ball. Biz ham buni qilganmiz. Bu nimada baholash tizimi bizda ham bor demoqchiman. Biz ham buni yo'lga qo'yganmiz. Arg'imchoqda uchishni o'shani ham. Bu hozir bizning rahbarimiz aytgan narsa bular ham ko'p davlatlarda bo'lganlar, ularni o'sha tajribalariga asoslanib aytayotlar. Ya'ni hozir bitta bemorni ko'rdik, ya'ni u yerda muvozanat yo'qolgan, balans yo'q, ketib qoladi, chayqalib ketadi. Ana o'shalar uchun taklif berdilar, shunaqa alohida xonalar qilib, ya'ni arg'imchoqda uchish yoki hattoki voleybolni nima bor, setka, myachka otamiz, o'shalarni aytayotlar yoki qop-to'kchani ustida dumalash, bularni o'zi ham o'sha balansni yaxshilashda katta rol o'ynaydi. Ya'ni agar bilsangiz, arg'imchoqda uchayotganda yiqilib ketmaslik uchun o'zingizni harakatingizni ushlab turasiz, harakat qilasizda. O'shani aytayotdilar-da, o'sha balansi buzilgan bemorlarni ham o'sha oddiygina bitta o'sha arg'imchoqga qo'yib uchirganda ham o'sha muvozanatni tiklanishiga bu mashqlar ham yordam beryapti. O'shani aytayotdilar-da hozir. Endi ularda bu bo'yicha ilmiy ishlar qilingan, bu hammasi isbotlangan. Reabilitatsiya yo'nalishida isbotlangan narsalar hisoblanadi. Demak, bizda reabilitatsiya demak, o'sha har doim aytadigan gapim, reabilitatsiyada asosan harakat, bemor o'zi intilish bo'lishi kerak. Reabilitatsiya deganda shu narsa ham kompleksli bo'lishi kerak. Reabilitatsiyada bu faqat harakat emas, harakat ham kiradi, ergoterapiya, psixolog, kerak bo'lsa logoped, biz speech terapiya deymiz. Logoped ham ishlash kerak bo'ladi. Chunki masalan insultga chalingan bemorlarda bo'ladi, gapira olmasligi mumkin-da, motorna afaziya yoki dizartriya bo'ladi. Harakatlar cheklanadi. Ularni faqat harakat o'zini qildiravermaysiz. Ularga harakat bilan birga logoped ishlash kerak. Logoped ham kerak bo'ladi, psixolog kerak bo'ladi. Nimaga yurib turgan odam birdan yura olmay qoldi. Ularning psixikasida o'zgarish bo'ladi. Ular uchun stress bu.
da o'shaning uchun albatta bu bemorlar bilan psixolog ham ishlashi kerak.